2026 yilgi Chevrolet NX3 bu O'zbekiston bozorida eng ko'p kutilgan avtomobillardan biridir. Yangi model zamonaviy dizayn, kuchli texnik imkoniyatlar va qulaylik bilan ajralib turadi. Chevrolet kompaniyasi NX3 ni yangilangan tashqi ko'rinish, yaxshilangan xavfsizlik tizimi va yoqilg'i tejamkorligi bilan taqdim etmoqda. Avvalo, tashqi dizaynga e'tibor qaratamiz. Yangi NX3 old qismi o'zgartirilgan radiator panjarasi, LED faralar va aerodinamik shakldagi bamperlar bilan jihozlangan. Orqa qismda esa zamonaviy chiroqlar va silliq chiziqli dizayn avtomobilga yanada joziba baxsh etadi. Avtomobil 15 yoki 16 dyumli disklarda taqdim etiladi. Bu esa unga sportona ko'rinish beradi. Salon ichida esa qulaylik va texnologiya uyg'unlashgan. Yangi NX3 multimedia tizimi 8 dyumli sensor ekran, Bluetooth, USB va Apple CarPlay Android Auto qo'llab-quvvatlashi bilan ajralib turadi. Ichki qismlar yumshoq materiallardan tayyorlangan bo'lib, old o'rindiqlar isitish tizimiga ega. Shuningdek, avtomatik konditsioner va raqamli panel ham mavjud. Texnik jihatdan 2026 yilgi NX3 da 1.5 litrli benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u 110 ot kuchiga ega. Yoqilg'i sarfi 6 litr atrofida bo'lib, bu shahar sharoitida ham, uzoq safarlarda ham juda tejamkor. Uzatmalar qutisi sifatida 5 pogonali mexanik yoki avtomatik variantlar taklif etiladi. Xavfsizlik borasida ham yangi model zamonaviy talablarga javob beradi. ABS, ESP, old va yon xavfsizlik yostiqchalari, orqa kamera, parkovka sensori kabi tizimlar mavjud. Shu bilan birga, yangi NX3 mustahkam kuzov konstruksiyasi bilan yo'lda yanada barqarorlikni ta'minlaydi. Yangi NX3 ning narxi hali rasman e'lon qilinmagan, ammo taxminan $15,000 dan boshlanishi kutilmoqda. Chevrolet bu modelni ham O'zbekiston, ham boshqa mamlakatlarda ishlab chiqarishni davom ettiradi. Umuman olganda, 2026 yilgi Chevrolet NX3 bu ishonchli, tejamkor va zamonaviy avtomobil bo'lib, oila uchun ham, kundalik foydalanish uchun ham ajoyib tanlov hisoblanadi. Yangi dizayn, qulay salon va ilg'or texnologiyalar bu modelni o'z sinfida yetakchilardan biriga aylantiradi.